San qadrlaydigan odamlar ko'pmi? Sani qadrlaganlarchi, yangi tanishlar orttirasan lekin eski unutilganlarchi. Hayotda kim nimalarga chidar, hamma o'lchaydi o'z qarachida. Bo'lganingda kibr falajida, yetib kelar o'lim qora paranjida. Hozirgi bilimimga erishaman deb harakat sari asabimni tugatdim. Qiyinchilikka nolimadim, lekin qiyinchilik menga vahshiylikni o'rgatdi. Bolaligimda maktabda puli yo'q sinfdoshlarni holini ko'rgandim, achinib ko'rgandim holatiga, lekin oxiri hammasi uyiga borgandi. Bir kam dunyo, kimlarda mehr bor, kimlarda yo'q. Yiqilsam yiqilmagandek go'yo, shamolga qarshi uchar samolyot. Hamma tan olgan bu obrazni, garchi nomer 2 bo'lsa-da Miles Morales. Kimga hayot bu rohat va yolg'on, men uchun hayot bu psixoanaliz. Gohida guvohi bo'lasan, sharoiti borlar, sharoiti yo'qni ustidan kulishsa. Sen to'g'ri yo'ldasan agar seni tanimagan odamlar yomon ko'rib yurishsa. Ertaga seni unutib boradigan odamlarni yonida chastini sindirma. 200lamachilik normadek hisoblangan jamiyatda samimiyat qidirma. Hayotda chiqishni topolmasang agar unda kirishni oqtar. Nega senga kerak bo'lmagan narsalarni sen doim tortib olasan yiroqdan. Senga zarilma yoqtirmagan insonlaringni soxtalarcha turib maqtar. Har kuni yomonni o'ylamaslikni istasang shunchaki o'ylashni to'xtat. Har kim o'zi uchun badal to'lagan, Xudo ko'rdi kim nima deb so'ylagan. Xohlaganimni qilaman deb o'ylashadi, Hitler ham shunday o'ylagan. Kimga xuddi jazosi kamlik qilganda yana yuragiga g'araz to'plagan. Qaytar dunyoni zaryadi tugab qolmaydi, 2 karra jazoga tayyor turgan. Hayotda podlay bo'lib yashasang hech kim senga yoqadigan unvonni bermaydi. Unutma ko'zingni, ikkinchi ko'zing quvontirganda hech nima quvontirmaydi. Kimgadir qo'llatda, kimgadir pollatda deb yashaganlarni hayot yoqtirmaydi. Bir marta haqiqiy o'zing bo'p ko'r, o'zliging seni azobga uloqtirmaydi. Vaqtlar o'tar, amallar saralanib, yashab gohi oqlanib, goh qoralanib. Qilmishlarimiz uchun kelganda qabul qilib hayot qo'llagan bu choralarni. Har doim zararimizga ishlab beradi qachondir qilingan xatolarni. Omadimiz keldi deb aytamiz ko'rganda bu hayot bizga bergan foralarni. Qaytarib ko'rchi hayotda yo'qotgan vaqtlaringni, esla ulg'ayishgacha o'tilgan etaplaringni. Xudodan o'zgasiga so'zlamagin dardlaringni, astalik bilan to'ldirasan umr daftaringni. Bir kam dunyo deymiz muammo qo'lni bog'laganda, qaytar dunyo deymiz bejizmasligini anglaganda. Xulosada adashma kimgadir izohlaganda, hamma ham yaxshi inson bo'lishlikni xohlaganda.